Hammaga assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan 5000 so'm mevasiga So'xoy tomonidan to'g'ri foydalanishni ko'rib chiqamiz. Ko'p gapirmasdan boshlaymiz do'stlar. Shu arada bitta like bosib ketasizlar. Birinchi qiladigan ishimiz do'stlar, mashinaga o'tirib olamiz hamda zamok zajganini ochib qo'yamiz. Mashina o't oldirmaymiz. Keyin qiladigan ishimiz do'stlar, mana bu pechkani birinchi skorsga qo'yib qoldiramiz. Hamda zamokni ochib qoldiramiz. Endi esa do'stlar, eshikni oynasini ozgina ochib qoldiramiz. Mana shunday holatda bo'ladi. So'xoy tomoni maxsus qurilmasini olamiz hamda mana bu yerga moslashtiramiz. Buni do'stlar ba'zi negativchilar aytishi mumkin, mana bu yerdan yuborsak ham bo'ladi deb, lekin biz hozir 5000 so'm evasiga dedik videoning boshida. Shuning uchun biz hozir ekonom rejimda, ya'ni effekti juda yuqori bo'lgan holatda ko'rib chiqyapmiz. Oldi tarafdan beradigan bo'lsak, kamida 15-20 ming so'm ketadi shu effektni olish uchun. Hozir mana do'stlar, xuddi shu holatda moslashtirib olamiz. Hozir mana 5000 so'm jo'natamiz. Mana do'stlar, 5000 so'mni yuborib oldik. Ana endi biz qaysi birini xohlasak shuni tanlaymiz. Bizga mana bu Gucci yoqadi, shuning uchun shuni bosamiz. Mana do'stlar, ketdi. Mana shu holatda 5-10 daqiqa kutamiz. Mana do'stlar, 5-10 daqiqa kutganimizdan keyin eshiklarni ochib bitta shamollatvoramiz. Hamda bemalol Navoiy ko'chalarini aylanib yursak bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat do'stlar. Videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'ying.